Kitob.uz taqdim etadi. Alloh taologa yetishish asoslari. 17-asos. Sizning Allohdan rozi emasligingiz Allohning sizdan rozi emasligiga dalolat qiladi. Bir kishining ayoli doim erining asabiga tegar ekan, lekin u kishi Allohdan rozi, sabrli, solih kishi bo'lib, gunohlarim sababchi deydi. Allohdan rozi kishini Alloh taolo rozi qilib qo'ygandir. Alloh uning yoniga boshqa bir kishini olib kelib o'tqizadi. Kelgan odam, ey birodar, xotinimni nima qilishni bilmayapman. Har safar unga gapirsam, meni urushib haqorat qiladi, deydi. Shunda boyagi kishi, ey Allohim, o'zingga hamd bo'lsin, u holda men ne'mat ichida ekanman, deydi. Boshqa bir kishi esa har safar ayoli uning asabiga tekkanda, ey Robbim, bu dunyoda nima gunoh qildimki, meni bu baloga mubtalo qilding, deydi. Keyin Alloh taolo uning yoniga bir kishini o'tqizadi. Kelib o'tirgan kishi, ey birodar, subhanalloh, nega o'zingni bunchalik qiynaysan? Uning talog'ini berib, tashvishlardan xalos bo'l, deydi. Agar u kishi rozi bo'lganda, Alloh uni rozi qilgan bo'lar edi. Sufyon Savriy aytadi, Hasan Basri shunday degan: kim Allohning berganiga rozi bo'lsa, Alloh u kishiga o'sha narsada kengchilik va baraka beradi. Kim Allohning berganiga rozi bo'lmasa, Alloh u kishiga o'sha narsada kengchilik va baraka bermaydi. Abu Usmon al-Hiriy aytadi, 40 yildan beri Alloh taolo men yomon ko'rgan ahvolga solmadi va men g'azab qiladigan holatga tushirmadi. Bir birodar bilan qiziq holat ro'y berdi. Kechasi uxlab yotgan edi. Keyin chanqoq bosdi-da, o'rnidan turib suv ichib keldi. Qarasa xotini uyg'ongan ekan. Xotini, qayerda edingiz deb so'radi. Suv ichib keldim, dedi u. Shunda ayoli yig'lab, nega meni yo'g'otmadingiz, nega menga buyurmadingiz, unda mening nima foydam bor, dedi. Erkakni bunday holatga solgan kim? Ayolni bunday holatga solgan kim? Albatta Alloh. Siz rozi bo'lsangiz, Alloh sizni rozi qiladi. Agar g'azab qilsangiz, Alloh g'azabingizni ziyoda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: albatta Alloh biror qavmni yaxshi ko'rsa, ularni bir sinovga mubtalo qiladi. Kim rozi bo'lsa, unga rozilik bo'ladi. Kim g'azab qilsa, unga g'azab bo'ladi, deganlar. Imom Ahmad va Imom Termiziy rivoyat qilgan. Demak, xulosa shuki, agar doim taqdirdan rozi bo'lsangiz, Alloh sizni rozi qiladi. Shuningdek, sizga sizni rozi qiladigan narsani va sizni rozi qiladigan kishini yuboradi. Avval biz zikr qilib o'tgan go'zal qissalardan biri Hudayr qissasidir. Hudayr sheriklarining har birining qo'lida hadiya borligini ko'rganda, mengachi demadi. Yoki qaytib borib, ey Rasululloh, men sovg'amni olmadim demadi. Agar so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga sovg'asini bergan bo'lardilar. Lekin u Allohdan rozi kishi edi. Alloh taoloning eslatishi unga kifoya qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga u haqida eslatilgach, u zot alayhissalatu vassalam zudlik bilan hadiyani jo'natdilar. Hudayr taqdirdan rozi bo'lgan kishi bo'lgani uchun sovg'ani olib Allohni zikr qildi. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu duosi ijobat bo'lishi bilan tanilgan. Umrining oxirida u kishining ko'zi ko'rmay qoldi. O'g'li unga, otajon, odamlarning haqqiga duo qilayotganingizni ko'raman. O'zingiz uchun ham duo qilib, Alloh ko'z nuringizni qaytarishini so'rang, dedi. Shunda u kishi, ey o'g'lim, men uchun Allohning qazoyu qadari ko'zimdan ko'ra suyukliroqdir, dedi. Birodarlar, sizlar Allohdan rozimisiz? Chindan ham Allohning qazosi va qadari sizning balo, fitna va g'urbatdagi holatingizdan suyukliroqmi? Agar ishonch hosil qilishni istasangiz, bilingki Allohdan rozi bo'lish Ibnul Qayyim Madorijus Solikin asarida aytgan 3 ta shart bilan amalga oshadi. Birinchi shart: banda uchun ne'mat va balo barobar bo'ladi. Chunki u banda Alloh taolo u uchun eng yaxshisini tanlaganiga guvohlik beradi. Ikkinchi shart: odamlarga nisbatan husumati bo'lmaydi.
Magar Alloh va uning rasuli sallallohu alayhi va sallamning haqlari bo'yicha husumatlashishi mumkin. Allohdan rozi kishi Allohning haqidan boshqa masalalarda husumatlashmaydi va ta'na qilmaydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqlaridir. U zot alayhissalatu vassalam hech kim bilan husumatlashmaganlar va hech kimga ta'na qilmaganlar, magar Allohning haqiga oid masalalar bundan mustasno. Shuningdek, u zot o'zlari uchun g'azab qilmaganlar, lekin Allohning sha'niga tajovuz qilinsa, Alloh uchun qasos olmaguncha g'azabdan tushmaganlar. Nafs uchun husumatlashish Allohdan rozilik nurini o'chiradi, go'zalligini ketkazadi va uning shirinini achchiqqa almashtiradi hamda sofligini xiralashtiradi. 3-shart. Odamlardan yordam so'ramaslik va qat'iyatli bo'lish. Alloh Qur'onda shunday marhamat qilgan. Tilanishdan or qilganlari uchun bilmagan kishilar ularni sadaqaga muhtoj emas deb gumon qilishadi. Siz ularni holatlaridan va muhtojlik alomatlaridan tanib olasiz. Ular odamlardan umuman so'ramaydilar. So'rashga majbur bo'lib qolsalar ham tilanib turib olmaydilar. Baqara surasi 273-oyat. Ibn Abbos roziyallohu anhuma bunday odamlar haqida agar uning nonushtasi bo'lsa, kechki ovqatni so'ramaydi. Agar uning kechki ovqati bo'lsa, nonushtani so'ramaydi deganlar. So'ng Ibnul Qayyim rahimahulloh Alloh taoloning bandasiga biror narsani man qilishi ato ekanini va bandasini balo bilan sinashi ofiyat ekanini bayon qilib shunday degan. Albatta, Alloh taolo mo'min bandasiga nimaiki qazoyi taqdir qilgan bo'lsa, xoh banda undan xafa bo'lsin, xoh xursand bo'lsin, Allohning qazosi banda uchun faqat yaxshilik bo'ladi. Allohning taqdiri biror narsadan mahrum qilish ko'rinishida bo'lsa ham banda uchun atodir. Agar u qiyinchilik ko'rinishida bo'lsa ham ne'matdir. Allohning sinovi balo ko'rinishida bo'lsa ham ofiyatdir. Biroq banda o'zining johilligi va zulmi tufayli faqat ko'ngliga yoqqan o'tkinchi naqd lazzatnigina ato, ne'mat va ofiyat deb hisoblaydi. Agar banda ma'rifatdan yetarlicha nasibador bo'lganda edi, Allohning biror narsadan mahrum qilishini ne'mat deb, baloni esa rahmat deb hisoblagan bo'lardi va ofiyatdan ko'ra balodan ko'proq lazzatlangan bo'lar edi. Boylikdan ko'ra ko'proq faqirlikdan lazzatlangan bo'lar edi. Ko'pdan ko'ra ozga ko'proq shukr qilgan bo'lar edi. Allohdan rozi kishi yomon ko'rgan narsalarini yaxshi ko'rgan narsalaridan ko'ra ko'proq Allohning ne'matlari deb hisoblaydi. Salafi solihlardan biri aytganidek, Alloh taolo sizga qiladigan barcha ishlarda u zotdan rozi bo'ling. Sizni biror narsadan mahrum qilgan bo'lsa, albatta uni sizga ato qiladi. Sizga balo yuborgan bo'lsa, albatta sizga ofiyat beradi. Sizni kasal qilgan bo'lsa, albatta sizga shifo beradi. Sizni o'ldirgan bo'lsa, albatta sizni tiriltiradi. Ko'z ochib yumguncha ham u zotdan rozi bo'lishni to'xtatmang. Aks holda u zotning nazaridan tushib qolasiz.